Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Yo'q. Nega? Uni bu dunyoda ko'rib bo'ldim-ku, yana nima qilaman ko'rib? Undan boshqa odam yo'qmi? Xo'sh, sizchi? Yo'q, xohlamasdim. Nima uchun? Shunchaki turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Yo'q, xohlamasdim. Nima uchun, opa? Chunki bilmadim. Ko'p azob bergan u menga. Azob berganmi? Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Xohlardim. Yo'q, hech qachon. Nima uchun? Chunki turmush o'rtog'im juda ham yaxshi inson. Albatta. Nega ular yo'q deyapti? Bu ularning tanlovi. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlarmidingiz? Senga nima qiziq bor, men nima qilaman? U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Ha, xohlayman. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Albatta. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Juda ham yoqimli bir savol berdingiz-da o'zi ham. Yo'q. Oila haqida savol bermang, iltimos. Yaxshisi, onamdan so'rang. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Xohlardim. Endi u yog'ini bilmayman. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Men turmush qurmaganman. U dunyoda turmush o'rtog'ingiz bilan yana birga bo'lishni xohlaysizmi? Ha, o'zi aslida men ham shuni kutyapman. Har holda undan boshqasiga turmushga chiqmadim. Vafodor qoldim. O'lganiga 40 yil bo'ldi. Demak, turmush qurmadingiz. Ha, turmushga chiqmadim. Narigi dunyoni kutyapman. Turmush o'rtog'ingiz bilan narigi dunyoda ham birga bo'lishni xohlarmidingiz? Ha. Xo'sh, sizchi, siz xohlarmidingiz? Albatta xohlardim. Xo'sh, sizchi, siz xohlarmidingiz? Albatta xohlardim. 100% xohlardim. Hatto shu dunyoga yana kelsam, yana shu odamni tanlardim. Xo'sh, sizchi, siz xohlarmidingiz? Turmush o'rtog'ingiz bilan yana narigi dunyoda. Oilam bilanmi? Turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lishi mumkin. Xohlardim balki.